Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Jinma 1804 traktorini bugun sizlarga video obzor qilib beramiz. Xudo xolasa mana baloni 420 ga 85 R28 oldi baloni. Orqa baloni 520 ga 85 R38 40 kilodan 3 ta tosh joylashgan. Jami 120 kg tosh joylashgan bitta. Narigi tomonda ham xuddi shunday orqa naviskalar ko'tarishlari. 4 tonna yaqin ko'tarishsa kerak. 3 tonna, 4 tonna ko'taraveradi. Silindrlari ham katta qilingan. Hech kim o'ylaysiz emas narxi. 186 kuchiga ega. Juda ham bahaybat. 500 taga yaqin selerka oladi. Bu juda katta baki. Selerka filtr, massa filtrlari, mana ikki tomonlari, turbo kompressorli. Intercooler, konditsioner, radiator, mavjud. Hozir bitta pulda ochib olmayapti buni. Akkumulyator bitta joylashgan, gidroblok. Qaysini? Ana massiv Ferguson bilan solishtirganda to'lasi qaysi biri katta bo'lib ketdi. Baloni kattaroq ekanda buni. Baloni kattaroq ekan. 480 ga 70 R30. Bu baloni 180 tali. Buni ot kuchi nechta buni? 240 kuchi. 240 ot kuchi. Lekin narxi 1 milliard 850 1 million 270 ming 400 so'm. Buni narxi lekin 600 million so'm. Orasida ozgina farqi bor, lekin narxda juda katta farqi bor. Lekin shu qilgan ishda ham mana shu qilyapti buni. Bo'lmasa keyingi videolarimizda buni obzor qilamiz. Ichini ko'rsatay. Voy chiqishlari mana. Bu qulf ekanda, kaliti yo'qmi-ki? Sizlar ham ancha komfort. Tepadan luk yo'q. Rollar gidravlikali, o'ng tomonda skorlar joylashgan. SADB. Bu oldi orqa. Mana nechta skor bo'lsa, 5 tami, 6 tami, nechta skor bo'ladi bo'lsa, shuni surib qo'yadi. Uni pastida narigi tomonda mana bu turibdi. Vomdek turibdi. Narigi tomonda rучной gaz. Qarichaklarni ko'tarib tushirishlari. Mana shunaqangi holatda. Nima deysizlar? 600 million so'm turadi mana shu traktorda. Narxi. Toshi ham 45 kilogramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta tosh joylashgan. Birka nomerlari albatta yozilgan. Xitoycha yozuvlar. O'z agrolizingda hududda turibdi hozir bu traktor. Narxini aytib ketaman, yana 600 million so'm turadi.